Birinchi bo'limimiz bu normativ hujjatlar bo'yicha bo'limimizni boshlaymiz. Eng birinchi asosiy hujjatimiz realtorlik sohasidagi bu realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun. Endi qonunni konkretno mana shu realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunni razbor qilishimizdan oldin biz sizlar bilan вообще umuman olganda tartibini bir tushunchaga ega bo'lishimiz kerak. Qanaqa tartibda umuman olganda qonunlar qabul qilinadi? Hammasini o'ziga yarasha tartibi bor. Tak, ekranda ko'rinyapmanmi? Hammasi yaxshimi, tiniqmi, ovozim kelyaptimi? Yaxshi, aka, tiniq. Juda ham yaxshi. Unda davom etamiz. Demak, O'zbekiston Respublikasida qonunlar qabul qilinishida birinchi kellar qisqacha tushuntirib bering. Har qanaqa qonun qabul qilinishidan oldin, mana bizda konstitutsiyamizda shunaqa narsa belgilangan, inisiativa degan ruschada so'z bor. O'zbekchada bu tashabbus. Qonunni tashabbus bilan kelinglar, bunaqa qonun qabul qilamiz yoki bunaqa qonun qabul qilamiz deb xohlagan odam chiqib aytvermaydi. Etish uchun, tashabbus bilan olib chiqish uchun vakolat bo'lishi kerak. Bu vakolat esa konstitutsiyada belgilangan. Endi tashabbus, qonunchilik tashabbusini kimlarga berilgan? Bizda qonunchiligimizda birinchisi bu prezident. Prezidentda shunaqa tashabbus imkoniyati, vakolati bor. Qonunchilikni bunaqa qonun qabul qilaylik yoki bunaqa qonun qabul qilaylik deb tashabbus bilan chiqishga. Tabiiyki prezident deganda prezident shu vazirlar mahkamasi va hukumat nazarda tutiladi. Endi ikkinchi tashabbus bu Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari. Bizning parlamentimiz ikkita bo'g'inga bo'lingan. Qonunchilik palatasi, senat bor. Tabiiyki Qonunchilik palatasini har bitta deputati ham shunaqa vakolatga ega, qonunchilik tashabbusi bilan olib chiqishga. Keyin senatorlarda bor shunaqa tashabbus, tabiiyki bosh prokurorda bor shunaqa tashabbus, qonunchilik va Oliy sud sudyasi. Shunaqa tashabbus bor. Endi prokuror bilan Oliy sudning tashabbusi asosan bu davlatimizdagi hamma qonunchilikka emas, o'zlarining tor sohasida tashabbus bildiradi ular. Ularning sohasi sal torroq, ya'ni o'zlarini o'sha sud yo'nalishida va hokazo prokuratura yo'nalishida shu tashabbus olib chiqib, shu qonunchiliklarni ilgari surishi mumkin. Qolgan, ya'ni kengroq vakolatlar shu prezident, Oliy Majlis deputatlariga vakolat shunaqa berilgan. Endi vakolatni sizlar bilan tushunib oldik. Tashabbus bilan olib chiqqandan keyin, yana bitta narsani aytib o'tmadim. Tabiiyki Oliy Majlis deputatlari bu kim? Bu siyosiy partiyalarning vakillari bu deputat hisoblanadi. Tabiiyki siyosiy partiyalar ham mana shu to'g'ridan to'g'ri emas, lekin o'zining vakillari orqali shu tashabbusni bildiradi. Qonunchilikka shunaqa o'zgartirish kiritaylik degan tashabbusni siyosiy partiya bildirishi mumkin, lekin ular ham to'g'ridan to'g'ri partiya olib chiqmaydi, o'sha o'zining vakillari, deputatlari orqali olib chiqadi. Albatta, nodavlat, notijorat tashkilotlar, ya'ni uyushmalar, ularning ham o'ziga yarasha vakolati bor. Ular ham yoki hukumat yoki Oliy Majlis deputatlari orqali shu tashabbusni bildirib ilgari surishi mumkin. Yo bu, ya'ni qonunchilik masalasida. Tashabbusni sizlar bilan hozir ko'rib chiqdik. Endi qonunchilik qabul qilinayotganda tartibi qanaqa bo'ladi? Mana tashabbus bilan chiqdi deylik, misol uchun prezident, ya'ni hukumat. Prezident to'g'ridan to'g'ri o'zi ham qilmaydi. Tabiiyki prezident o'zi как shaxs sifatida, как davlat boshlig'i sifatida qonunlarni to'g'ridan to'g'ri o'zi o'tirib qabul qilmaydi, yaratmaydi. Tabiiyki uni hukumat shug'ullanadi. Vazirlar Mahkamasi. Vazirlar Mahkamasiga nima bo'ysunadi? Shu hukumat deganda nima nazarda tutiladi? O'zbekistondagi barcha idoralar, vazirliklar, qo'mitalar
Ular hammasi hukumatni tashkil qiladi. Endi O'zbekistonda misol uchun oldin 70 dan ortiq vazirlik eshitilyaptimi hammaga? Aha, eshitilyapti. Davom etamiz. Ozgina texnik uzilish bo'ldi. Hukumat deganda shu vazirliklar, qo'mitalar hammasi tushuniladi. Hozirgi kunda misol uchun qonunchilik qabul qilinganda tashabbus bilan chiqqanda prezident aytishi mumkin, biz mana bu sohada qonun qabul qilishimiz kerak deganda ba'zilar mahkamasi shu barcha idoralarga aytadi. Endi to'g'ridan-to'g'ri realtorlik yo'nalishida oladigan bo'lsak, realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunni vakolatli organimiz, masalan, realtorlik sohasida bu davlat aktivlarini boshqarish agentligi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi to'g'ridan-to'g'ri realtorlik yo'nalishini, ko'chmas mulk sohasini vakolatli organi sifatida realtorlarni jalb qiladi, uyushmani jalb qiladi, misol uchun professional jamoat tashkilot, gildiya misol uchun. Ular bilan maslahatlashadi va davlat aktivlarini boshqarish agentligining mutaxassislari hujjat tayyorlaydi. O'zbekiston tajribasini ko'radi, praktikada, amaliyotda qanaqa, chet el tajribasini ko'radi, qonunchiligini ko'radi, solishtirib hujjat proyekti yaratadi. Tabiiyki bu proyektni yaratgandan keyin realtorlar bilan, uyushma bilan kelishib, uni nima qiladi? Uni bizda qonunchiligimiz tartibi bo'yicha, misol uchun davlat aktivlari shu proyektni yaratdimi, uni boshqa, misol uchun 20 ta vazirlik, qo'mita, idoralar bo'lsa, hammasi bilan kelishadi. Chunki har qanaqa qonun boshqa idora, vazirliklar bilan aloqador bo'lishi mumkin, to'qnash joy bo'lishi mumkin yoki qo'shimcha nima deydi, bir-biriga nima deydi, to'qnashadigan yoki mos keladigan yoki o'zgartirish kiritish kerak bo'lgan masalalar bo'lishi mumkin. Shuning uchun hamma idora, qo'mitada hammasi bilan kelishiladi. Undan keyin kelishuvdan o'tgandan keyin bosh vazir stolga kelib tushadi. Uje vazirlar mahkamasiga. Vazirlar mahkamasida ham bu o'rganiladi, nimadir o'zgartirish kiritishi mumkin yoki qaytarib yuborishi mumkin, davaktivga bu joyni o'zgartiringlar yo bu joyni o'zgartiringlar deb. Keyin u yana qaytadan shu vazirlar mahkamasidan shu tekshiruvdan o'tgandan keyin u prezidentni qo'liga keladi. Prezident tashabbusidan foydalangan holatda uni Oliy Majlis quyi palatasiga, ya'ni Qonunchilik palatasiga yuboriladi. Endi Qonunchilik palatasi ham bu qonun tashabbusini birinchi o'qishda yo qabul qiladi, ko'taradi. Bu qonun bizga umuman olganda kerakmi, kerak emasmi? Prinsipal nima deydi? Prinsipialda deydi ruschasiga, prinsip nuqtai nazardan bu bizga kerakmi, kerak emasmi degan ma'noda ko'rib chiqadi. Qonunchilik palatasida 250 ta deputatimiz bo'lsa, hammasi ovoz berish yo'li bilan, ko'pchilik ovozi bilan o'tsa, bu birinchi o'qishda o'tdi. Tabiiyki, birinchi o'qishda o'tdi degani bu bo'ldi, qabul qilindi degani emas. Birinchi o'qish bo'ladi, ikkinchi o'qish, uchinchi o'qish. Endi nima degani? Bu birinchisida bu bizga bu kerakmi, kerak emasmi degan ma'noda qabul qilsa, ikkinchisida yana qo'shimcha nimadir ichida o'zgartirish kiritishi mumkin. Qonunchilik palatasi qaytarib yuborishi ham mumkin. Vazirlar mahkamasiga bu joyni qaytadan o'zgartirib chiqinglar deb. Vazirlar mahkamasi esa davlat aktivlariga tushiradi, eng pastdan yana boshlanadi. Endi Qonunchilik palatasida birinchi o'qishda o'tdi, ikkinchi o'qishda o'tdi, uchinchi o'qishda ham o'tgandan keyin Qonunchilik palatasi qabul qildimi, keyin yuqori palata, ya'ni senatga uzatiladi. Senat ham ko'rib chiqadi. Senatorlarimiz, 100 ta senatorimiz bor. Ular ham ovoz berish yo'li bilan ma'qullaydi.
yaxshi, ma'qul desa o'tadi, yo'q, ma'qul emas desa Qonunchilik palatasiga qaytarib yuboradi. Qonunchilik palatasi o'zi to'g'rilasa, o'zi to'g'rilay, to'g'rilay olmasa Vazirlar Mahkamasiga. Vazirlar Mahkamasi o'zi to'g'rilasa to'g'rilamasa yana pastga tushib boradi. Xud qonun shunaqa pastdan yuqoriga shunaqa aylanaveradi. Endi yuqori palata senatdan ma'qullansa, qonunchiligimiz nima qiladi? Prezident stoliga tushadi, qo'liga. Prezidentga yuboriladi. Prezidentdan qaytarib olishi mumkin bu qonunni. Rozi bo'lishi mumkin, rozi bo'lmasligi mumkin. Da u ham ko'rib chiqadi. Prezident imzolagandan keyin ushbu qonun ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi. E'lon qilingandan keyin, ma'lum bir vaqtdan keyin yoki ertasi kuni yoki ma'lum bir vaqtdan keyin u qonun kuchga kiradi. Endi qonunlarimiz qabul qilinishi shunaqa tartibda bu belgilangan konstitutsiya va shu qonunlarni qabul qilish bo'yicha maxsus normativ hujjatlar bor. Mana shu normativ hujjatlar asosida shunaqa tartib yo'lga qo'yilgan. Shuning uchun qonun hech qachon tez qabul qilinmaydi. Bu boya tushuntirganimdek pastdan davom etamiz. Eshitilyapti. Baxtiyor aka, buni bo'yinga taqagan mikrofon bo'lsa taqib olsangiz zo'r eshitiladi, ishonmang. Tak, hozir bu primoy efir bo'lgani uchun mikrofon ishlatmagandim. Keyingi efirimizga mikrofonni bo'lmasa foydalanamiz. Hozir imkoniyati yo'q. E'qob bo'lib ketyapti-da o'zi. Men keyingisiga bo'lsam yo'q. Tak, demak, hozir ovozim yaxshi kelyaptimi? Hozir boshqatdan nastroykasini to'g'irladim. Yaxshi, faqat ozgina e'qob bo'lyapti-da. Tak, e'qob bo'lyapti-da. Boshqalarga ham shunaqa eshitilyaptimi yo faqat sizdanmi? Shunaqa ozgina e'qo bor. Tak, okey. Bo'lmasa tak, davayki bo'lmasa davom etamiz. Men zapisda ovozimni to'g'rilab, sizlarga zapisni ham tashlab beraman-da, boshqatdan eshitishingiz mumkin bo'ladi. Okey, davom etamiz. Qayerda to'xtadik? Mana prezident qabul qilgandan keyin, imzolagandan keyin qonun proyekt ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi. E'lon qilingandan keyin u kuchga kiradi. Ushbu mana misol realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunda misol tariqasida kelinglar ko'rib chiqamiz. Mana O'zbekiston Respublikasining qonuni realtorlik faoliyati to'g'risida. Bu yerda aytilyapti, Qonunchilik palatasi tomonidan 2010-yil 23-noyabrda qabul qilingan. Bu aytmana Qonunchilik palatasi tomonidan noyabrda qabul qilindi 2010-yil. Senat tomonidan 2010-yil 3-dekabrda ma'qullandi. Mana qonunning oxirida qarasak, imzo qo'ygan o'sha payt Islom Abdulaziz Karimov prezident bo'lganlar 2010-yil 22-dekabrda Islom Abdulaziz Karimov prezidentimiz imzolagan ushbu qonunni. Endi qonunning 28-moddasida yozilgan. Ushbu qonunning kuchga kirishi degan moddasi bor. Ushbu qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 6 oy o'tgach kuchga kiradi deyilgan. Nimaga unaqa? Qonun qabul qilingandan keyin darhol kuchga kirmasligi ham mumkin. Qonunchilikda nazarda tutiladi bu.
ayrim qonunlarga 1 oy beradi, ayrim qonunlarga 1 kun beradi, ayrim qonunlarga 6 oy, 1 yil muddat ham berishi mumkin. Kuchga kirishi uchun. Nimaga unaqa? Misol uchun 22-dekabrda prezident imzoladimi, 23-da ommaviy axborotda e'lon qilindimi, 6 oy deylik, 6 oy bu 23-iyunni 2011-yil realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Nimaga unaqa vaqt beriladi? Chunki har qanaqa qonun qabul qilinganda boshqa qonunlar ham bor, normativ hujjatlar bor, vazirliklarning qarorlari bor, boshqa qonunlar ham qabul qilingan qonunga qarama-qarshi bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. To'g'rilanishi kerak bo'lgan qonunlar bor. Yoki qo'shimcha yana tartib o'zgargan bo'lsa, yana qo'shimcha qonunlar qabul qilinishi kerak bo'ladi. Shunaqa payt bizda qonunchiligimiz shunaqa inobatga oladi bu muddatlarni va shularni to'g'rilab olguncha vaqt beradi, 6 oy. Va albatta bu xalq uchun ham, misol uchun realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun qabul qilinganda 6 oy muddat berilgan realtorlar misol uchun qonun qabul qilinishidan oldin malaka sertifikati degan tushuncha bo'lmagan, litsenziya degan tushuncha bo'lmagan. Lekin qonun qabul qilinganda qonunda yozilgan. 2010-yildagi qonunda realtorlik faoliyatini faqat litsenziya asosida olib borish belgilangan. Endi tabiiyki litsenziya ham bir kunda berilmaydi. Litsenziya berish tartibi ishlab chiqilishi kerak. Keyin litsenziya olish uchun talabgorlar ham ariza beradi. O'sha qonunda belgilangan tartibni nima deydi, to'g'rilash kerak. Mablag' yig'ish kerak, ustamli kapital yig'ish kerak-da, xodimlarni o'qitib malaka sertifikatini olish kerak. Bu hammasi vaqt talab qilgani uchun shuni qonunchilikda shunaqa nazarda tutiladi, muddat beradi. Endi qonun kuchga kirgandan keyin agar sizda talab bo'yicha litsenziyangiz bo'lmasa, lekin siz realtorlik bilan shug'ullanayotgan bo'lsangiz, unda siz qonunni buzgan hisoblanasiz va sizga nisbatan shu chora ko'rish nazarda tutiladi. Endi realtorlik mana faoliyat to'g'risidagi qonunni siz olib o'qiganingizda siz albatta ko'zingizga tushadi. Mana Qonunchilik palatasi 2010-yil 23-noyabrda qabul qilingan, Senat 3-dekabrda ma'qullangandi. Keyin orqasini qarasangiz, prezident imzolagan. Endi mana shu hammasini sizda tushuncha bo'lishi uchun ertaga test savollarida yoki qonun hujjatini o'qiyotganingizda mana bu datalarni ko'rib, yillarni ko'rib, bu nima haqida ketyapti, qachon qabul qilingan, qachon ma'qullangan, qachon kuchga kirdi degan bu boshqa tushunchalar. Shularni hammasini to'g'ri tushunishingiz uchun, to'g'ri talqin qilishingiz uchun, adashmasligingiz uchun hozir biz siz bilan noldan boshlab hozir tushunchaga ega bo'ldik. Endi davom etamiz. Davom etadigan bo'lsak, 2010-yil qonun qabul qilingan. Har qanday qonun, O'zbekiston bo'ladimi, boshqa davlat bo'ladimi, har qanday qonun agar u doimiy ravishda o'zgartirib borilmasa, bu o'lik qonun hisoblanadi. Shunaqa tushuncha bor. Nimaga o'lik qonun deyiladi? Chunki siyosiy vaziyat o'zgaradi, iqtisodiy vaziyat o'zgaradi, hayot o'zgaradi, odamlar o'zgaradi-da. Hech nima bitta joyda turmaydi. Qo'shimcha boshqa qonunlar chiqib boradi. Shuning uchun har qanaqa qonun doimiy o'zgarishga majbur. Agar qonun ancha yildan beri o'zgartirilmagan bo'lsa, demak bu qonun o'lik, ya'ni bu qonun yoki ishlamaydi, yoki bu qonun ishlatilmaydi, yoki bu qonun eskirib ketgan. Shuning uchun qonunlar o'zgarib turishi bu tabiiy holat. Lekin qonunchilik misol uchun bizda ochiq manba bor, Lexus sayti. U yerdan qonunlarni ko'rib, ko'chirib, qidirib oladigan bo'lsangiz, albatta bu narsani inobatga oling. Chunki qonun 2010-yil qabul qilingan, undan keyin necha marotaba bu qonunchilik o'zgardi.
oxirgi o'zgarish endi oxirgi o'zgarish deganda eng katta o'zgarish, ya'ni prinsipial ichida ko'p o'zgarish sodir bo'lgan davr bu 21-yil oktyabr oyi hisoblanadi. 21-yil realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritildi. Endi siz Lexusda qaraganingizda qonun o'sha 2011-yil qabul qilinganligicha turibdi. Lekin siz qonunni olganingizda doimo e'tibor berish kerak. Bu qonunga o'zgartirish kiritildimi, yo'qmi? Oxirgi versiyasi doimo Lexusda bo'ladi. Oxirgi versiyasini, misol uchun qo'lingizga eski versiyasi tushib qolsa, oxirgi versiyasi bu qani deb qidirib topib, oxirgi versiyasini har doim o'qishga harakat qiling. Chunki misol uchun siz eski versiyasida, eski tahririda ish ko'rayotgan bo'lsangiz, qonun o'zgartirish kiritilgan. Tabiiyki sizda tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Siz eski tahrirda ishlayapsiz, qonun allaqachon o'zi o'zgartirish kiritildi. Shuning uchun har doim yangi oxirgi tahririni inobatga olish kerak, oxirgi tahririga qarash kerak. Endi oxirgi tahririga qaraydigan bo'lsak, 2021-yil O'zbekistonda nima o'zgarish bo'ldi, nima uchun bunaqa katta o'zgarish sodir etildi? Buni hammasining sababi siyosiy o'zgarish. 2021-yil prezidentimiz tomonidan VTO, Всемирная торговая organizatsiya, ya'ni xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'lish tashabbusi bildirildi va a'zo bo'lish uchun O'zbekiston shunaqa harakat qildi, a'zo bo'lishga ariza topshirdi. Endi har qanday xalqaro tashkilotga a'zo bo'lganda, xalqaro tashkilotlarni o'zini talabi bor. Misol uchun xalqaro savdo tashkiloti O'zbekistonga shunaqa talab qo'ydi. Tadbirkorlikni yanada osonlashtiring, yanada tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun oson bo'lsin, mana bu qonundagi talablarni kamaytiring, olib tashlang yoki o'zgartirish kiriting degan talablar qo'yadi. Tabiiyki O'zbekistondan 21-yil shunaqa prezident qarori chiqdi. Bir muncha juda ko'p tadbirkorlik yo'nalishida litsenziya talabi bekor qilindi. Shularning orasida ham realtorlik sohasi ham bor. Endi 21-yil prezident qarori chiqdi. Bu degani bo'ldi, 21-yil yanvarda qabul qilingan bo'lsa, prezident qarori chiqqan bo'lsa, yanvardan boshlab bo'ldi shu realtorlik tashkiloti oldin litsenziya asosida faoliyat yuritgan bo'lsa, yanvar qaror chiqqandan boshlab litsenziyasiz ishlashimiz mumkin degani emas. Nimaga? Chunki prezidentning qarori bilan qonun, ya'ni normativ hujjatlarning hammasini o'zining nomi borda. Qaror, qonun, kodeks, darajasi ham bor, prezident qarori bor, prezident farmoni bor, Vazirlar Mahkamasining farmoni, qarori bor, yoki davlat biron bir qo'mitani o'zining qarori bo'lishi mumkin-da. Hammasini o'zini ruschasiga iyerarxiya deydi, tartibi bor. Qaysi qonun yuqoriroq turadi, qaysi qonun pastroq turadi. Misol uchun prezidentning qarori bilan O'zbekiston Respublikasi qonuni ikkita hujjatda yonma-yon qo'ysa, O'zbekiston Respublikasi qonuni yuqori turadi prezident qaroriga nisbatan. Misol uchun prezident qarori bekor qilinsin degan bo'lsa, lekin qonunda bekor qilinmagan bo'lsa, demak siz nima qilasiz? Bo'ldi, bekor bo'ldi deb turib litsenziyasiz ishlashingiz mumkin degani emas. Bu deganda hozir vaqt kerak. Qonunga o'zgartirish kiritiladi. Mana bu litsenziya so'zi olib tashlaydi, o'rniga boshqa tartib kiritilgandan keyin siz mana shu qonunga asosan faoliyatingizni to'g'rilaysiz. Xuddi shunaqa bizda ham O'zbekistonda shunaqa vaziyat bo'lgan. Prezident qarori chiqqanda realtorlik tashkilotlar 21-yil yanvardan boshlab bo'ldi, bizda hech qanaqa litsenziya yo'q deb turib, hech qanaqa litsenziyasiz ishlab ketishni boshladi. Albatta bu tartibsizlik, bu ursur to'polon, kim xohlasa realtorlik qilishni boshlab ketdi, litsenziya kerak emasdi. Lekin realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunga, misol uchun
litsenziya degan so'zi bor edi. 21-yil oktyabr oyida litsenziya so'zi olib tashlandi va o'rniga boshqa tartib professional jamoat tashkilotlar degan tushunchasi kiritildi va professional jamoat tashkilotlariga majburiy a'zo bo'lish tartibi belgilandi. Bunaqa tartibni kiritilishi ham o'zini maqsadi sababi bor. Chunki davlatimizning siyosati shunaqa yangi kurs, yangi yo'nalishni tanladi. Oldin qanaqa edi? Oldin davlat tomonidan tartib bo'ladimi? Nimadir yo'nalishni tartibga solish kerakmi? Davlatning o'zi aralashib shu tartibga solardi. Endi yangi siyosiy yo'nalish qanaqa? Prezidentimiz tanladiki, mana realtorlarni bo'ldi. Realtorlarni misol uchun Oliy Majlis quyi palatasida o'tirgan deputatlar realtorlik bilan shug'ullanmaydi. Tabiiyki, ular realtorlarning muammosini to'liqligicha anglamasligi mumkin. Shuning uchun siyosiy yangi yo'nalish qanaqa edi? Bu professional jamoat tashkilotlarini tashkil qilish va realtorlar hammasi shu uyushmaga birlashib, o'zlari tartibga solsin degan siyosiy yo'nalish ilgari surildi. Shu yo'nalishni, shu yo'ldan yurishni tanladik. O'zbekiston shu yo'nalishni tanladi. Buni plus tomoni nimadaki, endi realtorlar o'zlari uyushmaga birlashgan holatda o'zlari tashabbus bildirib, bizga bu sohada, o'zimizning sohamizda bunaqa tartib bo'lishi kerak yoki bunaqa qonun kerak deb turib, o'zlarini tartibga solish imkoniyati va vakolatlari berildi. Shuning uchun xuddi shunaqa tartib qilindi. Litsenziya olib tashlandi, o'rniga professional jamoat tashkilotlari tashkil qilinib, ularga majburiy a'zo bo'lish belgilandi. Endi mana 21-yil oktyabr oyidan mana yangi tahriri O'zbekiston Respublikasi faoliyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni, realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun yangi tahriri chiqdi. Oldin litsenziya degan so'zi bo'lardi. Qonunda hozir shu 2021-yildagi tahrirda litsenziya degan so'z umuman yo'q. Realtorlik faoliyati tartiblari o'zgargan holatda mana shu oxirgi tahrirda biz sizlar bilan o'rganamiz. Endi biz sizlar bilan hozir o'qish jarayonida 2010-yildagi qabul qilingan qonunlarni ko'tarib o'tirmaymiz. Uni shaxsiy o'zingizlar xohlasanglar o'qib chiqishinglar mumkin. Oldin qanaqa tartib edi deb bilish uchun, lekin u tartib уже yo'q. Hozirgi yangi tahrirdagi tartib, yangi qonunchiligimiz bu realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun shu 21-yildagi tahriri. Oldindan aytib o'tay, xudo xolasa bu tartib yanada takomillashtiriladi. Kelayotgan yili balkim 26-yil yana yangi tahriri qabul qilinishi kutilyapti. Уже Qonunchilik palatasidan o'tdi, qabul qilindi. Endi Senat ma'qullanishi kutilyapti. Shu realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunning yangi tahriri Senat ma'qullasa yo'q, prezident va ommaviy axborotga e'lon qilinadi va bundan ham yangi tahriri chiqadi. Endi hozir biz yangi tahrirni ham ko'rib chiqmaymiz. U hali qabul qilinmadi. Chunki shuning uchun biz mana ishlab turgan qonunimizni ko'rib chiqamiz. Tak shu tushuntirgan paytimgacha hammasi tushunarli bo'ldimi? Savollar bormi? Tushunarli Baxtiyor aka, hammasi. Zo'r tushuntirib beryapsiz lekin. Okey. Biz juda ham yaxshi, rahmat. Hozir biz sizlar bilan umuman olganda mana qonunchilik qanaqa qabul qilinadi, tartibi qanaqada tushunchaga ega bo'ldik. Qonunlar qanaqa qabul qilinadi? Nafaqat realtorlik, ya'ni umuman olganda hamma qonunlar xuddi shunaqa qabul qilinadi. Tartibi shunaqa. Shuning uchun qonunlar qabul qilinishi uchun yoki tashabbus bilan chiqqandan keyin uni qonun darajasida qabul qilinib kuchga kirish uchun oylar, ba'zida yillar ham ketib qoladi. Endi
Tak. Qonunimizga qaytamiz. Hozir qonunni razbod qilishni boshlaymiz. Realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun hozirgi kunda ishlab turgan qonunimiz 6 ta bobdan iborat, 28 ta moddadan iborat. 6 ta bob, 28 modda. Ketilma-ketil birgalikda ko'rib chiqamiz. Eng birinchi bobimiz bu umumiy qoidalar. Umumiy qoidalar, buni ichiga 8 ta modda kiradi. 8 ta modda. Endi birinchi moddamiz ushbu qonunning maqsadi. Ushbu qonunning maqsadi realtorlik faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Har qanday qonunda ham o'qisangiz, ham so'zdan kadastr bo'yicha qonun, ipoteka bo'yicha qonun, realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun, har doim birinchi moddasi shunaqa so'zlardan boshlanadi. Ushbu qonun maqsadi realtorlik faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Konkret bu qonun shu realtorlik sohasini tartibga soladi. Ikkinchi modda realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunchilik deb nomlanadi. Realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunchilik ushbu qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iborat. Qonun va boshqa qonunchilik hujjatlari. Endi yana qanaqa boshqa qonunchilik hujjatlari, boshqa qonunchilik hujjatlarini ham birgalikda ko'rib chiqamiz. Prosta oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam, bitta qonun bilan bitta sohani, misol uchun, butunlay qamrab olish oson emas, qiyin. Shuning uchun qonun qabul qilindimi, undan tashqari yana boshqa normativ me'yoriy hujjatlar ham qabul qilinadi. Masalan, realtorlik sohasida milliy standartlarimiz bor. Davlat aktivlar boshqarish agentligi qarorlari bor. Bosh prokuratura huzuridagi departamentni davlat aktivlar boshqarish agentligi bilan qo'shma qarorlari bor. Bu hammasi realtorlik yo'nalishiga yo'naltirilgan aloqador bu huquqiy me'yoriy hujjatlar hisoblanadi. Ularni hammasini biz bilishimiz kerak. Ularni hatto hech bo'lmaganda ularni nomlarini, qachon qabul qilingan va ma'nosini bilib olishimiz kerak. Kerak paytda, demak, menga qonun bo'yicha sizda savol tug'ildimi? Demak, menga palonchi me'yoriy hujjat kerak yoki palonchi qonun kerak. Uni qayerdan topaman? Demak, men Lexusda topaman. Ularning nomi bunaqa bo'ladi deb taxminan umumiy qilib sizda tushuncha bo'lishi kerak. Va meni vazifam ham sizga shunaqa tushunchani berish. Albatta, hozir siz bilan biz qonunni yoddan bilishimiz shart emas. Hech bo'lmaganda qonunni nomlanishi va qayerdan topishingiz mumkin va u yoki bu me'yoriy hujjatni ichidagi mazmunini bilsak bo'ldi. O'zimizga kerak paytda, misol uchun sizga kerak paytda o'sha kerak normativ me'yoriy hujjatni topib, u yerdan o'zingizga savolingizga javob olishingizni o'rgatish meni vazifam. Biz sizlar bilan hozir shu narsani o'rganamiz. Meni vazifam hozir sizlarga bu qonunni yodlatib, sizlar buni yoddan bilishinglar kerak deb soatlab sizlar bilan har bitta moddani yoddan bilib, chaynab, og'zingizga solib qo'yish xohlamasdim. Birinchidan bu juda ko'p vaqt talab qiladi, sizlardan ham, mendan ham. Undan keyin bu hozir bir marta eshitganda siz baribir eslab qolmaysiz. Tushunarsiz bo'lishi mumkin ko'p narsalar. Lekin hech bo'lmaganda siz mazmunini eslab qolsangiz va me'yoriy hujjatning nomlanishini, mazmunini eslab qolsangiz, o'zingizda savol tug'ilganda o'zingiz topib, ichidan o'qib olib, o'zingizning savolingizga javob topa olasiz. Demak, ikkinchi moddani davom etamiz. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunchiligida nazarda tutilgandan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi.
Bu nima degani? Shu ikkinchi moddasini ma'nosi, ya'ni O'zbekiston xalqaro darajada boshqa davlatlar bilan, qo'shni davlatlar bilan qanaqadir kelishuvlar imzolaydi. Endi ushbu kelishuvlarda bizni sohamizga aloqador biron bir me'yorlar belgilangan bo'lsa, tartib belgilangan bo'lsa, lekin bizni qonunchiligimizda bunga qarshi, ya'ni to'g'ri kelmaydigan me'yorlar to'g'ri shunaqa uchrab qolsa, xalqaro me'yorlar, xalqaro tartiblar birinchi o'ringa qo'yiladi. Keyin bizni qonunchiligimizda shunaqa vaziyat bo'lishi mumkin. O'zbekiston boshqa davlatlar yoki xalqaro biron bir tashkilotga a'zo bo'lib, oddiy qilib mana 21-yildagi o'zgarishni nazarda tutib aytadigan bo'lsak, xalqaro savdo tashkilotiga a'zo bo'ldi. Tabiiyki, u yerdagi shu shartnomalarda belgilangan tartiblar bor. Majburiyatlar bor O'zbekistonniki. Tabiiyki, o'sha O'zbekistonning majburiyatlari, o'sha tartiblarini o'sha xalqaro shartnomada belgilangan tartiblarni o'zimizni O'zbekistondagi qonunchilikka moslashtirish majbur bo'ldi O'zbekiston va o'sha O'zbekistondagi qonunchiliklarni o'sha xalqaroga mos keladigan ravishda o'zgartirdi. Misol uchun xalqaro shartnomada litsenziyasiz ishlansin realtorlar, litsenziyasiz ishlasin degan misol uchun talab bo'lgan bo'lsa, endi O'zbekistonda qonunchiligida litsenziya asosida ishlansin degan talab bor edi. Endi bu 21-yil o'zgartirilib, tartib o'zgartirilib, qonunchilikka ham o'zgartirish kiritildi. Sababi shu. Endi xuddi shunaqa mana ikkinchi modda shu narsa haqida tushuncha beryapti. Uchinchi moddani o'tamiz. Uchinchi modda realtorlik faoliyati deb nomlanadi. Realtorlik faoliyati yuridik va jismoniy shaxslarning ko'chmas mulk obyektlariga va ularga bo'lgan huquqlarga doir bitimlar tuzish bilan bog'liq xizmatlarni shartnoma asosida ko'rsatish bo'yicha tadbirkorlik faoliyatidir. Biz ko'rishimiz mumkin ma'nosini, sirazi ma'nosini aytib o'taylik. Realtorlik faoliyati bu yuridik va jismoniy shaxslar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat. Bu tadbirkorlik faoliyati. Tadbirkorlik faoliyati degani, ya'ni realtorlik bilan shug'ullangan odam foyda olish, daromad topishni maqsad qo'yadi. Tadbirkorlik bu foyda olish, daromad olish degani. Va ko'chmas mulk obyektlariga va ularga bo'lgan huquqlarga doir bitimlar tuzish bilan bog'liq xizmatlarni shartnoma asosida ko'rsatish. Ya'ni ko'chmas mulk va ularga bo'lgan huquqlarni ularga bo'lgan doir huquqlarni bitimlar tuzish bilan bog'liq xizmat va albatta bu yerda aytgan shartnoma asosida ko'rsatish belgilangan. Ya'ni qonunchilikda shu 3-moddasiga asosan realtorlik faoliyati bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan tadbirkor u birinchidan tadbirkor degani demak bu tadbirkor sifatida soliq qo'mitasidan ro'yxatdan o'tish kerak degani tadbirkorlik faoliyati. Demak, yo yuridik yo jismoniy shaxs bo'lishi mumkin degani va albatta ko'chmas mulk bilan shug'ullanadi va ko'chmas mulk bilan shug'ullanadi shartnoma asosida. Bu mana 3-moddadagi belgilangan tartib. Endi kellar ozgina tushuncha berib o'tib ketdik. Ko'chmas mulkka doir huquqlar deganda ruschasiga veshli prava degan tushuncha bor. Mulk huquqi. Mulk huquqi degan tushuncha bor o'zbek tilida. Mulk huquqi 3 ga bo'linadi. Rus tilida bu право владения, право пользования, право распоряжения deydi. Endi право владения egalik huquqi, право пользования foydalanish huquqi va право распоряжения degani bu ma'nosi ushbu huquqni, ya'ni kelajagini hal qilish
uni boshqarish, ya'ni hal qilish kelajagini. Xohlasam sotaman, xohlasam arendaga beraman, xohlasam yo'q qilaman bu mulkni-da. Bu mana shu uni kelajagini aniqlash, belgilash huquqi da mulkni. Endi mana shu mulkimiz 3 turga bo'linar ekan, mulk huquqimiz. Endi alohida ham ko'rib chiqamiz. Endi egalik huquqi, masalan, ko'chmas mulkda mana ko'chmas mulkni arendaga berishingiz mumkin. Siz misol uchun mulk egasisiz, lekin bu mulkdan foydalanish huquqini siz birovga pul evaziga berdingiz. Va boshqa odam egalik huquqi qila olmaydi, lekin foydalanish huquqiga ega. Ma'lum bir vaqt o'sha shartnomangizda sizda belgilangan, men egalik huquqiga egaman, lekin foydalanish huquqimni 1 yil muddatga to'lov evaziga palonchiga shu foydalanish huquqini berdim deyiladi. Bu arenda, ijara shartnomasi shu ma'noni bildiradi. Endi shunaqa bo'lishi mumkinki, siz egalik qila olasiz yoki masalan deylik, voyaga yetmagan insonni nomida kvartira bor, mulk bor. Demak, voyaga yetmagan inson egalik huquqiga ega bo'lishi mumkin, foydalanish huquqiga ega bo'lishi mumkin, lekin bu mulkni boshqarish, uni kelajagini belgilash huquqiga ega emas bo'lishi mumkin. Bu huquq uni vorisi, ya'ni vasiyi, ya'ni ota-onasi yoki vasiy tashkilotni vasiy tashkilotga berilgan bo'lishi mumkin. Bo'ladi-yu, misol uchun ota-onasi olamdan o'tib qoldi, lekin voyaga yetmagan bolani nomida uy bor. Endi shu bolani vasiyi uni qarindoshi bo'lishi mumkin yoki davlat bo'lishi mumkin vasiy sifatida. Tabiiyki, mana huquqlarni hozir farqini tushuntirib olman sizlarga. Tabiiyki, misol uchun boshqa odam shunaqa yerda ham misol uchun foydalanish huquqini berilishi mumkin 49 yilga, lekin egalik huquqi davlat tomonidan qoladi, lekin sizga misol uchun 49 yilga egalik huquqi berilgan bo'lishi mumkin. Egalik huquqi, foydalanish huquqi berilgan bo'lishi mumkin va mana shu foydalanish jarayonida, muddatida, mana 49 yilga berildimi, mana shu muddatni распоряжение, ya'ni kelajagini belgilash. Misol uchun 10 yil o'zingiz foydalandingiz, qolgan 39 yilini siz boshqa odamga berishingiz ham mumkin. Agar sizga bu shunaqa shu huquq belgilangan bo'lsa, berilgan bo'lsa. Agar u sizga berilmagan bo'lsa, sizda faqat foydalanish huquqi bo'lsa, unda siz faqat foydalana olasiz, boshqa odamga bera olmaysiz. Shuning uchun mana mulk deganda mana shu huquqlarni 3 ta huquq bor. Mulk huquqi, foydalanish, egalik huquqi va kelajagini belgilash huquqi. Mulkni kelajagini belgilash huquqi ma'nosi. Mana shu huquqlarni jamlanmasi, hamma uchala huquq ham bitta bo'lganda shunda u absolyut mulk huquqi deyiladi. Umumiy olganda shu mulkiy huquq, absolyut mulk huquqdan hamma huquqlar manda deganda shu uchala huquq ham nazarda tutilishi kerak. Shuning uchun sizlar faoliyat jarayonida uyni hujjatlari bilan ishlaganda ba'zida bo'ladi, egalik huquqi bor, foydalanish huquqini boshqaga berib qo'ygan ma'lum bir muddatga, 1 yilga, 6 oyga yoki egalik huquqi bor, lekin kelajagini belgilash huquqi unda yo'q. Bo'lishi mumkinki, что kelajagini belgilash huquqi, oddiy qilib tushuntiring, mulk erini nomida, lekin ular
er xotinlik davrida olgan-ku, demak bu mulkdan foydalanishi mumkin ikkalasi ham. Lekin bu mulkni kelajagini belgilaganda er xotin birgalikda belgilaydi. Demak, kelajagini belgilash huquqi ikkita odamga berilgan. Eriga va xotiniga. Shundan kelib chiqqan holatda oldi-sotdida har xil tushunmovchiliklar bo'ladi. Bu narsani ham agar siz tartibli qilib olsangiz miyangizda sizga oson bo'ladi. Tak, huquq kimda huquqi bor, nima huquqi bor, erida ham huquqi qanaqa huquqi borda. Misol uchun egalik huquqi erida bor, lekin bu mulkka kelajagini belgilashda er xotinda bor. Undan tashqari yana bular arendaga ham topshirib qo'ygan 3 yilga misol uchun, demak foydalanish huquqini ham birovga berib qo'ygan. Tabiiyki shu uchala huquqini yig'ib, keyin ular oldi-sotdi qila oladi mulkni. Tushuntira oldimmi? Agar ya'ni butunlay huquq, hamma huquqni bermoqchi bo'lsa, hamma uchala huquqni birinchi o'ziga jamlab olib, keyin berish kerak. Va hokazo. Tak, shu joygacha tushunarlimi? Savollar bormi? Tushunarli. Okey, ovozim eshitilyapti, video ko'rinyapti. Da. So'z juda ham yaxshi. Demak, keyingi moddani ham sirazu o'tamiz. 4-modda realtorlik tashkiloti. Biz hozir realtorlik faoliyatini o'tdik. Bu realtorlik tashkiloti. Realtorlik faoliyatini ushbu qonunda belgilangan tartibda amalga oshiradigan tijorat tashkilotidir. Yana qonun aytib o'tyapti, realtorlik tashkiloti bu tijorat tashkiloti. Ya'ni bu ya'ni xayriya tashkiloti emas. Siz realtorlik xizmatini tekinga qilib yurishingiz noto'g'ri bo'ladi. Chunki bu tijorat tashkiloti. Realtorlik tashkiloti qonunchilikda nazarda tutilgan har qanday tashkiliy huquqiy shaklda tashkil etilishi va o'z faoliyatini amalga oshirishi mumkin. Ya'ni nima degani bu? Har qanday tashkiliy huquqiy shaklda. Endi tashkiliy huquqiy shakl deganda O'zbekistonda alohida qonunchilik, normativ me'yoriy hujjatlari bor. Tashkiliy huquqiy shakllar haqida qanaqa bo'lishi mumkin? Yakka tartibdagi tadbirkor, bu ham tashkiliy huquqiy shakl. Yakka tartibdagi tadbirkor, jismoniy shaxslar nazarda tutiladi. O'zini o'zi band qilish, hozir bizda ommalashdida, o'zini o'zi band qilish. Bu ham tashkiliy huquqiy shakl hisoblanadi. Mas'uliyati cheklangan jamiyat da komandit jamiyat yoki aksiyadorlik jamiyati, aksionerlik jamiyati. Aksionerlik jamiyati ham yopiq aksionerlik jamiyati, ochiq aksionerlik jamiyatida farqlari bor. Xususiy firma bu ham huquqiy tashkiliy shakl hisoblanadi. Endi huquqiy tashkiliy shakllar qanaqa turlari bor? Hozir birma-bir aytib o'tamiz. Ya'ni komandit shakli misolida keltiring. Shunaqa bo'lishi mumkinki, huquqiy tashkiliy shakl. Misol uchun mana bir nechta odam birlashdida birlashib birgalikda biza bir nechta odam mana Ergash, Abror, Akmal, Baxtiyor manda to'rttalamiz birlashdikda biza kelinglar tadbirkorlik qilamiz dedik. Endi biza o'tirib o'ylaymiz. Demak, sen nima qila olasan? Misol uchun men aytaman, men loy qorishni bilaman. Men ham loyni pishirishni bilaman. Men ham misol uchun sotishni bilaman. To'rtinchisi misol aytishim mumkin, men hech narsa bilmayman, lekin menda yerim bor, imенно ko'za yaratish uchun yoki kulolchilik, ya'ni baza yoki ko'za yaratish uchun yoki idish tovoqlar yaratish uchun maxsus loyim bor.
yerim bor, o'sha yerdagi loy imенно shu to'g'ri keladi. Va mana 3 kishi, 4 kishi bo'lib biz misol uchun birlashamiz va hammamiz kelishgan holatda misol uchun o'sha yuridik shaxsni tashkil qilyapmizda va tadbirkorlikni boshlayapmiz. Endi bitta varianti mana bunaqa, kelinglar tushuntiring boshqatdan. Misol 3 kishimizda bittamiz sotishni bilamiz, bittamiz qorishni bilamiz, loyni, bittamiz pishirishni bilamiz. Okey, uchalamiz kelishdikda, davaychi yasaymiz, qilamiz, zo'r qilamiz, lekin bizda loy yo'q. 4-chi odam bu loy, o'sha yerni egasi, unda loy bor. O'sha qurilish materiali deylik, o'sha materiali bor. Siryo deydi ruschasiga. Siryosi bor. Biz mana uchalamiz firma ochdik, biz daromad qilmoqchimiz. Biz shu 4-chi odam oldiga keldikda, kel biz sen bilan shartnoma tuzamiz, deymiz. Loyini beribdi. Biza loyni bittamiz qoriydi, bittamiz ham yasaydi, bittamiz pishiradi, bittamiz sotadi. Biza daromad qilamizda, daromad qilganimizdan keyin pulini qaytarib beramiz. Kelishiladi. Pulini qaytarib beramiz, plus yana ham oshig'i bilan beramiz yoki ham qilgan daromadimizdan yana bir qism tam 10% ni ham beramiz. Taklif qilishi mumkin. U odam bilan misol uchun kelishiladi. Okey, хорошо. Kelishamiz deydi. Bu birinchi varianti, da. Bo'ldi, kelishamiz deydi. Men loyimni beraman, sizlar menga mana sotib daromad qilgandan keyin menga loyini pulini chiqarib berasizlar. Kelishdik. Endi biz boshladik tadbirkorlikni. Bittamiz pishirdi, bittamiz yasadi, bittamiz уже pishirish kerak edi, pechkaga soldida uxlab qoldi. Всё. Ko'zalarimiz hammasi kuyib ketdi. Всё, rasvo bo'ldi. Loy hammasi ketdi. Nima bo'ldi? Biz tashkilot zarar ko'rdi. Endi mana bu 4-chi odamga biz boryapmizda, aytamiz. Aka, shu loyimiz kuyib qoldi. Endi u shunaqa biznes o'xshamadi. Endi u odam aytibdi. Endi sizlarda qanaqa huquqiy tashkiliy shakl, agar komandit shakli bo'lsa, bu degani mana bu 3 ta odam da qaysi biri aybdor bo'lishidan qat'iy nazar, mana bu loyning egasi sudga berib, mana shu uchalamizdan bittamizni shaxsiy mulkimizga qaratib undirib olish huquqiga ega. Ya'ni mana shu 3 ta odam biznes boshlagandan keyin ular nima qiladi? Ular nafaqat shu o'zini mehnati yoki sarflagan puli, ya'ni o'zini shaxsiy mulki bilan ham javobgar hisoblanadi. O'sha loyning egasi bundoq qaraydi, tak, Ergashni 3 xonali kvartirasi bor ekan, tam Akmalni hovlisi bor ekan. Okey, davay, shunga sudga beraman dedi. Farqi yo'q, uchalasidan bittasiga sudga bersa bo'ldi. Sud chaqiradi, aytadi-da, sizlarda komandit shakli ekan, demak sizlar o'zingizlarning shaxsiy mulkinglar bilan qoplab berishinglar kerak shu zararni deydi. Bo'ldi. O'sha bittasiga qaratildimi, o'sha bittasini mulkini tamam olib qo'yadi, sotiladi u kimosh savdosida, auksionda. Keyin o'sha mulk zararni qoplagan darajada pulini qoldiradi-da, qolganini o'sha mulkning egasi qo'liga oladi. Endi bu 3 ta odam o'zaro bu ularning ichki siyosati, qaysi biri aybdor, kim to'laydi, ular o'zaro keyin o'zlari kelishib oladi. Yo o'zlari kelishib oladi, yo sud orqali bir-birini bilan sudlashib kelishib oladi. Lekin bu 4-chi odamga uni farqi yo'q. Sizlar qanaqa kelishasizlar? Любой bitta mulking bilan qoplab berasan, farqi любой bittasi qoplab berish kerak. Keyin o'sha sud qaraydi, kimni mulki to'g'ri kelsa, qoplaydigan o'shani mulkini olib
undirib majburiy ijro bo'yicha sotib, buni zararini qoplab beradi. Bu bitta variant. Endi mas'uliyati cheklangan jamiyat varianti bu qanaqa? Mana bu 3 ta odam aytyapti. Deylik, mana aytyapti. Biz biznes qilmoqchimiz, mana ko'za yasaymiz, ko'zani sotamiz. Da xuddi shunaqa vaziyat bo'ldi deylik, ularga loy kerak. Ular nima qilishi mumkin? Ular o'sha loy egasiga borib, kel deyishi mumkin. Sen ham sherik bo'lib kelasan, lekin sen loying bilan kirasan biznesga. Shu sana loying, men misol uchun men qo'l mehnat qildim, bu tam aql mehnat qildi, bu tam pishirdi, da pechkasi bor ekan, bu pishirdi. Tabiiyki, hamma o'ziga yarasha o'zini mehnatini singdirdimi, foiz nuqtai nazardan tam bu 25% sen ham loying bilan do'laga kirsang, sen ham shu 25% miqdorda shu loy bilan kirasan. Lekin mabodo nimadir biznes o'xshamasa, kim nima bilan kirgan bo'lsa, o'sha narsasi bilan javob beradi, mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklida. Bu nima degani? Ya'ni kimdir pul bilan kirdi, kimdir pechkasini olib keldi, kimdir misol uchun loy bilan kirdi va biznes o'xshamadimi? Hamma nima bilan kirgan bo'lsa, mana shu biznesga shu narsasi bilan ya'ni risk qildi va shu narsasi bilan javob beradi. Lekin shaxsiy mulkiga qaratilmaydi. Tushuntira oldimmi farqini? Mas'uliyati cheklangan jamiyat deganda shu nazarda tutiladi. Mas'uliyati cheklangan, nimasi cheklangan uni? Desa, mas'uliyati cheklangan. Ya'ni bu mas'uliyatni bo'yniga oladi. Ya'ni mana 4-odam misol uchun bu biznesga kirsa, u loyiha bilan kirdi. Biznes o'xshamadimi? U sheriklariga "Sana deb o'xshamadi, buni deb o'xshamadi" deya olmaydi. U loyiha bilan kirdi. Biznes o'xshamadimi? Loyiha kuydimi? Bo'ldi, u talab qilmaydi hech kimdan. Ya'ni o'xshamadi, bo'ldi. Bunaqa variantda. Endi agar bu loyiha egasi yo'q, men biznesingizga loyiha bilan kirmayman, mayli shartnoma qilamiz, daromaddan berasizlar desa, lekin daromadda ya'ni loy kuyib ketdi, biznes o'xshamadi, tabiiyki o'sha tashkilotning nima mulki bor? Da mana birgalikda biz tashkilot shakllantirdikmi 3 kishi, nima mulki bor? Qariydi. Tak, tashkilotga misol uchun kimdir o'zini pechkasi bilan kirdi, kimdir naqd pul bilan kirdi, kimdir o'zini mashinasini qo'ydi, mana shu mashinasida tarqataman. Tabiiyki o'sha 4-odam qariydi, davay sana mashinang bor ekan, mana shu tashkilotning mashinasi bor ekan, kiritilgan pechkasi bor ekan, shu narsalarga qaratiladi. Zarar, shu narsalar sotilib, shu zarar qoplanadi. Agar qoplanishga yetmasa, demak o'sha 4-odam loyiha egasi kuygan hisoblanadi. Ya'ni tashkilot bo'lsa bankrot hisoblanadi. Men zararni qoplab bera olmayman deb turib, o'zini bankrot deb e'lon qiladi va bo'ldi, shu zararligicha qoldi, narigi odam ham kuyib qoldi. Shuning uchun o'sha 4-odam misol uchun siz bilan shartnoma qilganda, mulking bormi, ertaga o'xshamay qolsa nima bilan qoplaysan zarar degan talablar qo'yishi bu tabiiydir. Endi birinchi variant bu kommandit shakli, ikkinchi variant mas'uliyati cheklangan jamiyat. Endi yakka tartibdagi tadbirkorlik ham o'sha kommandit shakliga to'g'ri keladi. Yakka tartibdagi tadbirkor realtor sifatida ishlasa, nimadir nizo chiqib, realtor aybdor bo'lib qolsa, realtor o'zini shaxsiy mulki bilan qoplab berishga majbur. Yakka tartibdagi tadbirkorlikda shunaqa. Qonunda shunaqa belgilangan. Mas'uliyati cheklangan jamiyat bo'lsa, o'sha mas'uliyat cheklangan jamiyatni mulki bilan ta'sischilar yig'ilganda nima mulk qo'ygan bo'lsa, o'sha tashkilotga o'sha mulki bilan javob beradi xolos. O'zini shaxsiy mulki bilan javob bermaydi. Tak. Shakllarni ham mana sizlarga aytib o'tib ketdim.
Endi aksionerlik tashkilotni qisqa tushuncha berib o'tib ketdik. Aksionerlik tashkilotni ham ochish mumkin, realtorlik tashkilot. Odatda aksionerlik tashkilotlar nima uchun qilinadi? Misol uchun juda ham qimmatbaho, juda ko'p mablag' sarflanadigan proyektlar bo'ladi-ku, qurilish proyekti bo'ladimi yoki katta davlat miqyosidagi proyektlarmi, katta zavodmi-da, shunaqa payt agar bitta, ikkita, uchta odamni mablag'i yetmaydi-da, investor misol uchun jalb qiladigan bo'lsangiz, bitta investor, ikkita investor kamlik qiladi. 100 ta investor ham kamlik qilishi mumkin. Odatda aksionerlik tashkilot 50 tadan ko'p bo'lishi kerak. Ta'sischilar 50 tadan ko'p bo'lsa, aksionerlik tashkilot tashkil qilinadi. Endi 100 tadan ko'p bo'lsa, masalan 200 ta bo'lsa, endi shunaqa qimmatbaho proyektlar tatbiq qilinayotganda, amalga oshirilayotganda aksionerlik jamiyat tashkil qilinadi. Mana shu proyektga atab aksiyalar ishlab chiqaradi, yaratiladi. Va bitta aksiyani, misol uchun proyekt $1 trillion proyekt bo'lsa, mana $1 trillion yig'ish kerak-ku. Agar 10 ta investor bo'lsa, значит 10 tasi 100 milliarddan pul tikish kerak. Unaqa pul yo'q. Nima qiladi? Agar 1 millionta odam 1 milliondan tikkanda ham 1 trillion adashdim. 100 ta, 1000 ta odamda 1000 ta odam $1 milliondan pul tiksa ham уже 1 trillion bo'ladi. 1000 ta odam. Endi 1 millionta odam 100 mingdan tiksa ham 1 trillion bo'ladi. Yoki 10 millionta odam $10 ming tiksa ham уже 1 trillion bo'ladi. Tushunasizmi? Shuning uchun aksiyalar bitta bitta aksiyani qiymati belgilanishi mumkin. Misol uchun $100 dan, albatta bu aksiyalar savdoga qo'yiladi va uni odamlar qiziqib sotib oladi. Tabiiyki aksionerlik jamiyati aksiyani ham ishlab chiqarganda har xil aksiya bor. Qiymati o'sadigan aksiyalar bor yoki dividend beradigan aksiyalar bor. Cheklangan sonli aksiyalar bor. Ularni ham turi ham ko'p bo'ladi aksiyalar. Qanaqa sotuvga qo'yishiga qarab. Misol uchun shunaqa aksiyalar bor, bu xalqaro birjalarda ular dividend bermaydi, ular prosta aksiyani ishlab chiqaradi, jalb qiladi mablag'ni, butun dunyo bo'yicha jalb qiladi va o'zining proyektlariga ishlatadi. Lekin bu aksiyalar mana tashkilot rivojlanyaptimi, aksiyalarning qiymati ham o'sib boraveradi. Ular dividend bermasligi mumkin, lekin o'zining qiymatini o'sishini hisobiga aksiyador, aksiyani egasi daromad qiladi. Misol uchun bugun sotib oldi bu aksiyani, ma'lum bir vaqtdan keyin kompaniya rivojlanib ketyaptimi, uni aksiyasini narxi ham birjada qimmatlashishi mumkin. $100 edi, $1000 ga oshib ketdi aksiyasi. Xuddi shunaqa. Endi dividend beradigan aksiyalar bor, odatda ular cheklangan miqdorda bo'ladi. Ular o'sha aksiyadorlar oldimi, aksionerlik jamiyati mana shu proyektni amalga oshirgandan keyin, daromadga chiqqandan keyin, daromad olganda, o'sha daromadidan shu aksionerlar qancha aksiya olganiga qarab, shuncha daromad taqsimlaydi. Xuddi shunaqa. Primyer mana aksionerlik jamiyati haqida ham sizlar bilan tushunchaga ega bo'ldik. Endi realtorlik tashkilot har qanday tashkiliy huquqiy shaklda deganda, mana aksionerlik jamiyati, mas'uliyati cheklangan, YTT shaklida va hokazo. Realtorlik tashkiloti shtatida realtorning malaka sertifikatiga, bundan buyon matnda malaka sertifikati deb yuritiladi, malaka sertifikatiga ega bo'lgan kamida 2 nafar xodim, shu jumladan realtorlik tashkilotining rahbari bo'lishi kerak.
Ya'ni qonunchilikda belgilangan realtorlik tashkiloti ochmoqchimisiz? Kamida degan ikkita malaka sertifikati bo'lishi kerak. Bittasi rahbarida, yana bittasi realtor xodimda. Bu degani kamida degani realtorlik tashkilotini tashkil qilish uchun nazarda tutilyapti. Odatda ayrim realtorlik tashkilotlar bu narsani boshqacha talqin qilib, mana ikkita malaka sertifikatim bor, bo'ldi deydi. Yana 99 ta malaka sertifikati yo'q realtorlarni realtor yordamchisi deb turib ishga olib yoki umuman familiya qilmasdan shunchaki mana ishlatib qo'yadi. Bu qonunga xilof. Ya'ni realtor albatta malaka sertifikatiga ega bo'lishi kerak. 5-moddada ham bu hozir ko'rib chiqamiz buni. Realtorlik tashkiloti ochish uchun kamida ikkita malaka sertifikati bo'lishi kerak degan tartib bor. Keyingisi, realtorlik tashkiloti realtorlik faoliyatidan tashqari boshqa faoliyat turlarini amalga oshirishi huquqiga ega emas. Ya'ni realtorlik tashkiloti tashkil qildingizmi? Realtorlik faoliyatdan boshqa faoliyat mumkin emas. Imina bu tashkilot. Misol uchun siz tashkil qildingiz, siz tashkilotning egasisiz, ta'sischisiz. Siz xohlasangiz yana boshqa yo'nalishda shug'ullanishingiz mumkin. Lekin boshqa yo'nalishga boshqa tashkilot ochasiz, boshqa firma ochasiz. Lekin hozirgi ochgan firmangiz realtorlik bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, bu boshqa faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega emas. Realtorlik bilan shug'ullanadi bu firma. Ham realtorlik, ham klinika, ham paynet, ham reklama, ham avtomobil olib sotish mumkin emas. Bitta firmada hamma faoliyatni yurg'izish mumkin emas. Realtorlikmi? Faqat realtorlik. Endi keyingisi, realtorlik tashkiloti davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tomonidan tashkil etilishi mumkin emas. Bu nima nazarda tutilyapti? Realtorlik faoliyati bilan hokimiyat, vazirlik, mahalla shug'ullanishi mumkin emas. Davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tomonidan tashkil etilishi mumkin emas. Qonunchilikda bu tartib bor. Keyingisi, realtorlik tashkiloti o'z faoliyatini o'z fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish polisi mavjud bo'lgan taqdirda amalga oshiradi. Endi qonunchilikdagi tartib bor. Fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish polisi mavjud bo'lsagina faoliyat qiladi, bo'lmasa yo'q. Bu degani strafovkasi bo'lsa realtorlik tashkilotini faoliyat qilishi mumkin. Strafovkasi bo'lmasa bu faoliyati noqonuniy hisoblanadi degan ma'noni beradi. Tabiiyki savol shug'ullanadi, qanaqa u strafovka? Nima degani u fuqarolik javobgarligini? Endi realtorlik tashkilotda mas'uliyati bor-ku mijoz oldida. Javobgarligi bor. Endi qonunchilik mana shu moddani qabul qilganda shu nazarda tutgan, masalan, realtorlik tashkiloti o'zining mas'uliyatini to'liqligicha bajara olmay qoldi. Nimadir ayb bilan mijoz zarar ko'rdi. Realtorning aybi-ku bu. Realtorning mas'uliyati, realtorning javobgarligi. Endi realtor tadbirkorlik sifatida unda zapas puli bo'lishi mumkin. Bu davom etamiz. Realtorlik tashkilotini zararni qoplashga mablag'i bo'lishi mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Shunaqa vaziyatda qonunchiligimiz shuni nazarda tutganki, realtorlik tashkiloti o'zini javobgarligini sug'urta qildirsin unda majburiy. Shunda mabodo realtorlik tashkilot o'zini vazifasini bajara olmay qolsa, mijozni, zararini sug'urta kompaniyasi to'lab beradi. Sug'urta kompaniyasi shu realtorning aybi bilan nimadir bo'ldimi, mijoz zarar ko'rdimi, sudga berganda shu realtorni sug'urtasi to'lab bersin, xalq zarar ko'rmasin. O'sha zarar ko'rganda ham shu realtor qoplab bera olmay qolsa, uni sug'urtasi qoplab bersin degan ma'noda mana shu modda kiritilgan.
Tabiiyki, sug'urta kompaniyasi keyin realtorni sudga berib, agar haqiqatan ham realtor ayb ish qilgan bo'lsa, yo'l qo'ygan bo'lsa, biron bir xatolikka, shu realtorni sudga berib, realtordan undirib olaveradi. Agar u yerda, misol uchun, sug'urtada ko'rsatilgan bo'lsa, realtorni aybi bo'lmasa, lekin zarar ko'rdi, unda o'sha sug'urta to'laveradi. Okey, bugunchalik yana bitta moddani ko'rib chiqamiz. Keyingi darsimizda qolgan moddalarni ko'ramiz. 5-moddamiz bu realtor. Realtor yakka tartibdagi tadbirkor maqomiga, malaka sertifikatiga ega bo'lgan va realtorlik faoliyatini ushbu qonunda belgilangan tartibda amalga oshiradigan shaxsdir. Ya'ni jismoniy shaxs sifatida realtor yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlashi mumkin. Ya'ni o'zidan o'zi men realtorman deb ishlab keta olmaydi. Albatta u yo yuridik shaxsga xodim bo'lib joylashish kerak, yoki agar u o'zi ishlayotgan bo'lsa, yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Endi o'zini o'zi band qilish ham ruxsat berilgan edi, lekin biz uni sizlar bilan ko'rmaymiz. Nimaga desak, chunki yana bitta prezident farmoni chiqdi 3-4 oy oldin. 1-yanvardan boshlab o'zini o'zi band qilish ro'yxatidan realtorlar chiqarib tashlanmoqda. Shuning uchun 2026-yil yanvardan o'zini o'zi band qilish bo'lmaydi. Mana hozir dekabrda biz sizlar bilan gaplashyapmiz. Yana hop 20 kun shug'ullanarsiz, o'zini o'zi band qilish bo'lib, undan keyin o'sha bo'ldi, o'zini band qilish mumkin emas. Faqat yakka tartibdagi tadbirkor. Demak, va deyapti, malaka sertifikatiga ega bo'lgan. Tabiiyki, realtor tashkilotning xodimi bo'ladimi yoki individual ravishda ishlayaptimi? Albatta, unda malaka sertifikati bo'lishi shart. Qonunda belgilangan. U realtormi? Realtorman deb atayaptimi? Demak, unda malaka sertifikati bo'lishi kerak. Va yana bitta aytib o'taylik. Realtor o'z fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish polisiga ega bo'lishi kerak. Ya'ni siz individual ravishda realtor bo'lib ishlayapsizmi, sizni ham individual ravishda sug'urtangiz bo'lishi shart. Qonunda belgilangan 5-modda. Ya'ni realtorlik fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish polisiga ega bo'lish kerak deb belgilangan. Ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor ro'yxatdan o'tasiz va sug'urta polisiga ega bo'lasiz. Endi yana bitta tartibni oldindan sirazu aytib o'tib ketaylik. Bu 15-moddada realtorlik tashkiloti va realtorlarning majburiyati deganda 11-xat boshida yozilgan. Realtorlik faoliyati sohasidagi professional jamoat birlashmalaridan biriga a'zo bo'lish. 5.1 moddasida professional jamoat tashkilotlari haqida shunchaga to'xtalib o'tamiz. Lekin mana realtorlik tashkilot va realtorlar ham 15-moddasiga asosan professional jamoat tashkiloti, ya'ni realtorlar gildiyasi uyushmasiga majburiy a'zo bo'lish belgilangan realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonunning 15-moddasida. Shuni ham inobatga olishimiz kerak. Demak, hamkasblar, mana shu paytgacha biz 5 ta moddani sizlar bilan ko'rib chiqdik. Shu paytgacha savollar bormi? Tushunarli bo'ldimi hammasi? Bir savolimiz bor. Aha, eshitaman. Mana u yo'nalishlar deyapsiz, yakka tadbirkorlik, MCJ, aksiyadorlik deyapsiz. Bulardan birontasidan ro'yxatdan o'tilsa, bularda solig'i bir xil chiqadimi yoki har xil chiqadimi? Baribir yo'nalishi boshqacha-yu baribir siz aytyapsiz, bir xil javobgarligi bor, boshqasining javobgarligi kamroq deyapsiz. Soliq qanaqa chiqadi bularda? Davlatga to'lanadigan bosh. Soliq bo'yicha o'qishimiz jarayonida отдельно alohida soliq bo'yicha dars bo'ladi. Yakka tartibda ishlasangiz qanaqa soliq, mas'uliyat cheklangan jamiyatda qanaqa soliq, da hammasini tushuntiraman. Endi hozir umumiy ma'lumot berib o'tib ketdik, чтобы там uxlamay chiqmasligingiz uchun.
mas'uliyati cheklangan jamiyat yuridik shaxs sifatida bo'lgani uchun u hozirgi qonunchilikda aylanma soliq 4% belgilangan. Ya'ni shotingizga, hisob raqamingizga pul tushdimi? Demak, hisob raqamingizga tushgan puldan 4% aylanma soliq to'laysiz. Yoki tartibdagi tadbirkor bo'lsa, hozirgi kunda u 100 million so'mgacha soliq to'lamas edi. U 100 million so'm oboroti bo'lguncha, aylanmasi bo'lguncha oyiga bir minimalka, ya'ni 400 ming to'lardi. 100 million so'mdan oshsa bir yil davomida bu yakka tartibdagi tadbirkor ham 4% ga o'tadi aylanma soliq. Endi qonunchilikda hozir o'zgartirish kiritildi. 1-yanvardan boshlab yakka tartibdagi tadbirkorlarda 100 million so'mgacha degan ligotalar yo'q. Yakka tartibdagi tadbirkor ham hisob raqamiga tushdimi, aylanma soliqdan 1% soliq to'laydi. 1%. Va ijtimoiy soliq oyiga bir minimalka to'laydi. Bu hozir umumiy yuzaki aytib o'tib ketdim. Yana chuqurroq bu narsaga batafsil to'xtaymiz. Kelishdikmi? Tushunarli, rahmat. Yana qanaqa ichidagi, misol uchun firma shaklida qanaqa soliqlari bor? NDFL solig'i bor, YSP, ya'ni ijtimoiy solig'i borda. Ularning hammasini o'sha alohida darsimizda qanaqa soliqlari bor, nima qilish kerak, qanaqa to'lanadi, ular bo'yicha tushuncha berib o'taman. Tak, yana savollar bormi? O'rtoqlar. YTTda bitta sertifikatli realtor bo'lsa faoliyat yuritsa bo'laveradi. Tak, yaxshi eshitilmadi. Boshqatdan mikrofonga gapiring. MCJda realtorlik qilish uchun ikkita sertifikatni anaqa bo'lishi kerak. YTTda bitta o'zi bo'lsa ham bo'laveradi. Da, bitta o'zi bo'lsa ham bo'ladi. Lekin degan narsa bor. Qonunda biz yana to'xtalib o'tamiz. Endi to'liq sizda tushuncha bo'lishi uchun oxirigacha biz o'tib olsak, shunda tushuncha bo'ladi. Oldindan aytib o'tib ketayim. Mana 2-bob 9-moddasida realtorlik xizmatlari turlari degan joy bor. Realtorlik xizmatlarining 4 ta turi bor. Axborot xizmati bor, vositachilik xizmati bor, ishonchli boshqarish xizmati bor va auksion tashkil qilish xizmati bor. Bu mana siz realtor sifatida 4 ta faoliyat yuritish mumkin. Axborot xizmatiga nima kiradi? Uyni egasini nomeri bilan, telefon raqami bilan obzor qilib berib, reklama qilib berishingiz mumkin. Konsultatsiya berishingiz mumkin. Yoki bozor haqida ma'lumot berishingiz mumkin, hisobot berishingiz mumkin. Bu hammasi axborot xizmati hisoblanadi. Endi oldi-sotdida ishtirok etish bu vositachilik. Oldi-sotdi, ijara, bu hammasi vositachilik. Qonunda belgilangan YTT faqat axborot xizmatini ko'rsata oladi. Vositachilik xizmatini ko'rsata olmaydi. Vositachilikni faqat yuridik shaxs 4tasini ham xizmatini ko'rsata oladi. YTT faqat bitta axborot xizmati. Bu degani YTT bo'lib ishlaydigan bo'lsangiz, siz faqat ofisda o'tirib ma'lumot berishingiz mumkin, reklama qo'yib berishingiz mumkin, obzor qilib berishingiz mumkin. Hozir moda bo'lgan. Yoki nima deydi? Konsultatsiya berishingiz mumkin, hujjatlar bo'yicha yoki hujjatlarni yig'ish bo'yicha yoki olish, sotish, narxlar bo'yicha konsultatsiyada berishingiz mumkin bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri vositachilik bo'lsa, faqat yuridik shaxs orqali amalga oshiriladi. Endi siz yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat yuritgan holatda ochib, yakka tartibdagi tadbirkor biron bir yuridik shaxs bilan shartnoma tuzib, realtorlik tashkiloti bilan shartnoma tuzib, o'sha realtorlik tashkiloti orqali mijozlar bilan shartnoma tuzib ishlashingiz mumkin. Lekin mijozlar pul to'laganda to'g'ridan-to'g'ri sizga to'lamaydi, realtorlik tashkilotga to'laydi. Realtorlik tashkilot soliqlarini to'lab, sizni
ko'rsatgan xizmatingizni, misol uchun ko'rsatgan xizmatingizga to'g'ridan to'g'ri sizni YTTingizni hisob raqamiga tashlab beradi. Bu sxema odatda mana katta realtorlik tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi, chunki tam o'nlab, yuzlab realtorlar bor. Ular har kuni misol uchun сделка qilmasligi mumkin. 3-4 oyda bitta сделка qilishi mumkin. Lekin сделкасы ham yaxshi сделка bo'lishi mumkin-da, bitim. Endi shunaqa paytda har bitta tashkilot o'zini shtatga oladigan bo'lsa, har bitta сделка bo'ladimi, bo'lmaydimi, har bittasiga oylik to'lash kerak-da va hokazo. Shuning uchun tashkilotlar odatda misol uchun ikkita shtatda bo'lsa, qolgan 88 ta realtorni shartnoma asosida shtatga oladi-da. Shtatga olmaydi, ya'ni shartnoma asosida, fuqarolik shartnomasi asosida ular bilan YTT sifatida ular faoliyat yuritadi, lekin mijoz bilan shartnoma qilganda yuridik tashkilot orqali shartnoma qiladi. Endi bu bo'yicha ham alohida soliq bo'yicha tushuntirganda bu o'sha sxemalarni hammasini tushuntirib o'taman. Agar siz tashkilot sifatida ishlamoqchi bo'lsangiz, rejalaringiz shunaqa katta, kengaytirish rejalaringiz bo'lsa, mana shu sxemalarni bilganingiz sizga juda ham asqotadi. Siz o'zingizni faoliyatingizni shunga qarab rejalashtirasiz. Agar siz individual ravishda ishlamoqchi bo'lsangiz, hech kimga bo'ysunmasdan o'zingiz unda yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlang. Albatta bosqichchilik qiladigan bo'lsangiz, biron bir realtorlik tashkilotga biz yo'nalish berishimiz ham mumkin. Xohlasangiz o'zingiz qidirib toping, biron bir tashkilot bilan shartnoma qilib, o'sha tashkilot orqali, o'shaning nomi orqali ishlashingiz mumkin bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Tushunarli, rahmat. Yana savollar, o'rtoqlar. Tak, savollar bormi yoki yo'qmi? Javob bersanglar, shunga qarab davom etamiz. Menda savol yo'q. Okey. Sukunat rozilik alomati dedi-yu. Demak, hamma demak, hammaga juda ham yaxshi tushunarli. Unda bugungi darsimizni yakunlaymiz. Indinga keyingi darsimiz bo'ladi. Qonunchilikning keyingi moddalarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun gruppaga ham, kanalimizga ham tashlab beraman. Uni ko'chirib olib, bemalol o'zingizlar ham o'qishinglar mumkin. Yoki Lexus saytida realtorlik faoliyati to'g'risidagi qonun desanglar ham bu narsa kelib chiqadi. Boyaga aytganimdek, oxirgi tahririni topishga harakat qilinglar. Nima deydi, internetda nima hujjat chiqsa shuni ko'chirib, shu hujjatga asoslanib ketish kerak emas. Hujjatni ham izlanib, ko'rib, haqiqatan ham shu hujjatni oxirgi tahririmi bu tekshirib, qarab, o'rganib ishlatishni tavsiya beraman. Demak, darsda qatnashganingiz uchun katta rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi darsimizda ko'rishguncha. Savol bor edi. Tak, eshitaman. Hozir siz tashlab beradigan elektroningiz oxirgi tahririmi shunda? Men hozir faqat 2010-yildagi chiqyapti-da. Oxirgi tahrirdagi chiqmayapti. Yo'q, Lexus'da bor. O'sha 2010-yildagi qonunni o'zini ochganingizda ham o'ng tarafida oxirgi tahrirga o'tish degan joyi knopkasi bo'ladi. Oxirgi tahrirga o'tadi. Shu iloji bo'lsa shu o'zingizda bo'lsa shu elektron tashlab bera qoling demoqchi edim. Albatta. Hamma normativ hujjatlarni, me'yoriy hujjatlarni, oxirgi tahrirlarni hammasini tashlab beraman. O'qish jarayonida ham. Undan tashqari, professional jamoat tashkilotga a'zo bo'lganinglarda sizlarga alohida Telegram kanalimiz bo'ladi, baza degan.
u bazada man har doim oxirgi hujjatlarni, me'yoriy hujjatlarni har doim yengillab boraman. Nimadir qonunchilikda o'zgarish bo'ldimi, shu bazaga kiritamiz. Imенно shu realtorlikka aloqador. Uni har doim men sharh berib boraman, nima o'zgarish kiritildi, shunaqa video murojaat qilaman, shu tushuncha beraman. U bazada har doim yoritib boramiz. Shuning uchun professional jamoat tashkilotiga a'zo bo'lish nafaqat majburiy, ham foydali bo'ladi sizlarga. Har doim shu qonunchilik nima o'zgaryapti xabardor bo'lib turishinglar uchun. Rahmat, aka. Okay. Unda darsni yakunlaymiz. Hammaga rahmat. Omon bo'ling. Rahmat. Barchaga rahmat.